Dunyodagi eng sirli yo'qolgan shaharlar. Yo'qotilgan shaharlar nafaqat qadimiy ovchilar, balki shunchaki sarguzashtchilarni ham hayajonga solgan. Ushbu obyektlarning ba'zilari o'rmonda yuzlab yillar davomida yashiringan va ular tasodifan topilgan. Boshqalari esa yer qatlamlari ostida qolgan va arxeologik qazishmalar paytida yoki qurilish maydonchasida topilgan va qadimiy hujjatlarda qayd etilganlar, lekin ular hali topilmagan. Minglab odamlar har yili qadimiy sivilizatsiyalar yashagan sirli joylarga tashrif buyurishadi, chunki yo'qolgan shaharning siri sarguzashtchilar ixtiyoriy ravishda ochadigan foydali turistik mahsulotdir. Bobil arxeologlarga qadimgi Yunon tarixchisi Gerodotning tarix asari bugungi kungacha yetib kelgan yozuvlardan ham ma'lum bo'lgan shahardir. Bobil yoki Troya kabi qadimiy yo'qolgan shaharlar tadqiqotchilarni hayratda qoldirdi. Buning asosiy sababi istak u yoki bu narsa shoirning uydirmasi yoki ertak emas, balki o'z hayoti va o'limtiga ega bo'lgan real hayotdagi turar joy ekanligini isbotlaydi. Bobilga Nuh payg'ambarning o'g'li Namrudning xom avlodi asos solgan. Darhaqiqat, miloddan avvalgi 3-ming yillikning ikkinchi yarmida qanday bo'lganligi aniq ma'lum emas. Bobilliklar o'zlari ishonganidek Furot daryosi bo'yida aholi punkti paydo bo'ldi va u keyinchalik dunyoning poytaxtiga aylandi. O'zining qulay joylashuvi tufayli Bobil 1000 yil davomida Mesopotamiya poytaxti bo'lib, u yerda butun dunyodan odamlar to'plangan. U ko'plab madaniyatlarni, tillarni va dinlarni aralashtirib yubordi. Ammo hukmdorlarning asosiy xudosi Marduk va Buda esa ishtar edi. 1899-yildan 1917-yilgacha olib borilgan qazishmalar davomida shaharning 8 ta darvozasidan biri Ishtar darvozasining parchalari topildi. Moviy sirlangan koshinlar bilan qoplangan bu ulug'vor inshootni Berlindagi Pergamon muzeyida ko'rish mumkin. Inka shaharlari. Bir paytlar Peru, Ekvador, Boliviya va Chilining bir qismi deb nomlanuvchi mamlakatlar hududlarida yashagan inka xalqi olimlar uchun sir bo'lib qoldi. Bu yosh sivilizatsiya, uning tarixi miloddan avvalgi 1200-yilga borib taqaladi. Ispanlar tomonidan vayron qilingan. Bir paytlar buyuk xalqning avlodlari hozir Ant tog'larida yashaydi. Inkalarning yo'qolgan shaharlari sir bo'lib qoldi. Ular shunchaki o'rmon tomonidan inson ko'zidan yashirildi. Ushbu aholi punktlari yaxshi jihozlangan, aniq tuzilma va barcha zarur shahar kommunikatsiyalariga ega edi. Ammo shunga qaramay, negadir aholi tark etishdi. Eng mashhur, bir vaqtlar yo'qolgan Machu Picchu shahriga bugun har kuni 2500 tagacha sayyoh tashrif buyuradi. U 1911-yilda amerikalik arxeolog Vincent tomonidan o'rmonda mukammal saqlanib qolgan piramidalarni topgan. Machu Picchuni inkalarning madaniy merosi deb e'lon qilgan UNESCO tashkiloti cheklangan miqdordagi ziyoratchilarga yuqori qavatga chiqishga ruxsat beradi. Kuniga 800 kishidan ko'p bo'lmagan ular piramidalarni saqlab qolish uchun bu sonni kamaytirishni xohlashadi. Maya shaharlari. Mayalar sivilizatsiya emas edilar, chunki ular ilmiy doiralarda keng tarqalgan. Ular har biri alohida davlat bo'lgan aholi punktlarini qurdilar. Ehtimol, dunyodagi eng mashhur yo'qolgan shaharlar mayalarga tegishlidir. Dunyoning turli burchaklaridan sayyohlar eng mashhur va eng tez tashrif buyuradiganlari Yucatan yarim orolidagi Chichen Itza, Uxmal va Koba kabi joylardir. Chichen Itza noma'lum sabablarga ko'ra 1194-yilda aholi tomonidan tashlab ketilgan. Arxeologlar nega turar joy poydevori bo'sh bo'lganidan 400 yilgacha aniqlay olishmadi. Bu juda g'alati, chunki Yucatandagi Maya shaharlari o'rtasida yo'llar yotqizilgan. Ular aniq sxemaga, o'sha davr uchun yuqori darajada rivojlangan kommunikatsiyalarga va pullar yashagan madaniyatga ega edi. Ammo 13-asrda barcha hindlar Yucatanni tark etishdi. Shuning uchun 16-asrda u yerga qo'ngan ispanlar faqat vayronalarga ega bo'lishdi. Va faqat asrlar o'tgach dunyoga astronomiya, sanoq tizimi va boshqa narsalarni bergan bu sirli odamlarning yo'qolgan shaharlari sivilizatsiyalashgan dunyo uchun qaytadan kashf etildi va hatto UNESCO tashkiloti himoyasiga o'tdi va Chichen Itza shahri dunyoning 8-mo'jizasi deb nomlandi. Troya. Eng mashhur ochiq yo'qolgan shahar Troya. Uning mavjudligiga ozchilik ishonardi. Bu afsonaviy qadimgi Yunon shoiri hikoyachisi o'zining Iliada dostonining qahramonlarini joylashtirgan uydirma Gomer hisoblangan. Afsonaviy shaharni topishga birinchi bo'lib ishongan va qaror qilgan kishi havaskor arxeolog va xazina ovchisi Geyner Schmidtdan edi. U
boy odam bo'lgani uchun xohlagan joyini qazib oladi. Shuning uchun ham Kritda ham, Sorli tepalikda ham ishlagan. Qazishlar davomida u ko'plab artefaktlarni topdi. Lekin eng muhim topilma albatta 1870-yilda qazilgan Troyadir. Bugungi kunda bu shahar haqiqatda mavjud bo'lganiga hech kim shubha qilmaydi va Gomer o'z asarlarida bu qadar batafsil yoritgan voqealar haqiqatda tarixda ro'y berishi mumkin. Afsonaviy Ilionning mavjudligini o'z ko'zingiz bilan ko'rish uchun Turkiyaga borishning o'zi kifoya. Ankor o'rmondagi yo'qolgan shaharlar, sirlar, xazinalar va sarguzashtlarni sevuvchilar uchun eng jozibali joylardir. Buning yorqin misoli Kambodjadagi Ankor shahri bo'lib, u 19-asrda fransuz arxeologlar tomonidan qaytadan kashf etilgan. 6 asr davomida ushbu aholi Budda Khmer davlatining markazi bo'lgan. Shundan so'ng u Tailand qo'shinlari tomonidan bosib olingan va mahalliy aholi tomonidan tashlab ketilgan. Bu kamdan kam uchraydi. O'rmonda ko'plab buddist ibodatxonalari, uylari va ko'plab yodgorliklari deyarli dahsiz saqlanib qolgan. Fransiyalik sayohatchi Andre Mo o'rmonda adashib, tasodifan dunyodagi eng katta ibodatxona Ankor Vatga duch kelib qoldi. Bu 1861-yil 22-yanvarda yuz bergan. Tez orada butun dunyo o'rmondagi topilma haqida bilib oldi. Bugungi kunda Ankor Kambodja merosining bir qismi bo'lgan va UNESCO himoyasida bo'lgan ibodatxonalar shahri. Skarabray Yevropaning yo'qolgan shaharlari Misrdagi Fiva va Memfis yoki Kambodjadagi Ankor kabi mashhur emas, lekin ularda yashagan xalqlar tarixi va madaniyatini o'rganish nuqtai nazaridan ular qiziq va ma'lumot beruvchilardan kam emas. Shotlandiyadagi Skarabray shahri 1852-yilda bo'ron tufayli topgan. Yerning bir qismi dengizga yuvilib ketgandan keyin u ancha yaxshi saqlanib qolgan aholi punktini ko'rgan. Arxeologlarning aniqlashicha, aholi uni miloddan avvalgi 3100-yilda tark etgan. Tark etishiga sabab masalan, klimatning keskin o'zgarishi tufayli bo'lishi mumkin. Kichik aholi punkti bor yo'g'i 8 ta binodan iborat edi, lekin ularda yuqori sifatli kanalizatsiya bor edi. Buni uylardan topilgan hojatxonalar va hammomlar tasdiqlaydi. Afsuski, nafaqat tartibi, balki mebellari ham bir xil turdagi bu uylarda aynan kimlar yashagani haqida ma'lumot yo'q. Atlantisning yo'qolgan shaharlari bir necha avlod xazina izlovchilari va artefaktlarni hayajonga soladi. Ushbu sivilizatsiya haqida eslatib o'tilgan tarixiy hujjatlardan umid uyg'otadigan yagona hujjat Platonning asarlaridir. Garchi skeptiklar bunga ishonmasalar ham. Sirli sivilizatsiyaning joylashuvi haqida minglab farazlar va bahslar tilga olingan faylasuf davridan beri davom etib kelgan, biroq Atlantisning umuman mavjudligiga dalil topilmagan. Zamonaviy olimlar orasida Atlantida geologik ofat paytida markaziy qismi suv ostida qolgan Santorini oroli degan fikr tobora ommalashib bormoqda. Bu haqiqatan ham shundaymi yoki yo'q? Faqat bir narsa aniq ma'lum. Atlantis qayerda joylashgan bo'lmasin, yo'qolgan shahar xazinalari xazina izlovchilarini ta'qib qiladi. Hozirgacha ishqibozlar sirli orolni kashf etish umidida Atlantika tubiga sho'ng'ishni kanda etishgani yo'q. Mayli, biz bo'lmasak, hech bo'lmaganda avlodlarimiz bu qadimiy sivilizatsiya sirini ochib bera olishlariga umid qilaylik. Bunday videolarni o'tkazib yubormasligingiz uchun kanalga obuna bo'ling va like bosing.